Farhod M12 taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarni men o'zimni o'sha o'zbekcha O'rta Osiyo audio CD disklarim bilan ozgina tanishtirib o'taman. Video obzor qilib beraman. Videoni shunaqa qiziqadiganlarga tarqatib qo'yamiz. Like bosishni esdan chiqmaydi. Demak, boshladik. Mana audio CD dislarimiz Mustafa Sandal, Ma'sum Kerimzo'g'lu, Arna Gulshan Aspanova, Sarmunos. Bu video CD bo'lish kerak formatda. Video CD'larni ham tashlab ketay birinchi. Hitlar 5 kliplar to'plami video CD formatda. Bayram guruhini kliplari. Bu Mohira Asadova kliplari. Tak endi CD disklari Gogosh ana albomi. CD albomi. Terma Discovery chiqargan yulduzlar. Tamilan audio CD albomi. Rayhon Oyijon nomli audio CD albomi. Bu Tabassum Rayhon albomi. Tak bu Nasiba Abdullayman 7 Javohir albomi. CD format. Tak hozir. Bu Total DJ Pitishkani samimiy ishlagan remixlari CD. Lista 99-ligi disklardan. Bu Avazbek Olimov Tabassumingdan nomli albomi CD format. Bu Aziza Muhammedov So'ylinchi bo'lgan albomi. Bu ham 94-yilgi audio CD albomi. Bu Mavlud Asolxo'jayevning birinchi CD'si bo'lsa kerak. Men sizlarga 98-yilda yozilgan disk chetda chiqarilgan. Tak bu Setoraning ikkinchi albomi Sen borsan nomli Rossiyada chiqqan disk. O'zbekistonda yozilgan Tarona Recordsda Rossiyada ishlab chiqarib kelgan. O'zi esingizda bo'lsa disklar oldin o'zbekchada chet ellarda yozilib kelardi. Ya'ni disklar tushuntirib ketaman. Ya'ni bizda son 2005-2006-yillar disklar chiqarilgan. Ular ham sariq bolvanka disklarga yozish boshlangan. Ungacha disklar chet elda chiqarilib kelardi. Mana Setoraning birinchi albomi Oxim. Bu ham Rossiyada yozilib kelgan. Tarona Records studiyasida ovozli studiyada yozilgan disk Rossiyada chiqqan. Bu Yulduz Monovani 92-93-yil atrofida yozilgan Alma nomli chet elda yozilgan diski. Bu ham Yulduz Monovani chetda yozilgan disklaridan. Disk ko'rsatib ketay. Mana bunaqa oq disklarga yozilardi. Modellar bilan bu ham misol ma'lumot. Bir xil ekan. Men Yusmon chet elda yozilgan diski. Disk oq rangda bo'lardi. Chetda yozilgan disklar. Bizning disklar masalan mana Rayhon diskini olaylik. O'zbekistonda yozilgan CD profili. O'sha ular bunaqa sariq rangli bolvankaga yozilardi. Ovozda aytib ketyapman. Tushunib. Bu ham Yusmonning ikkitali diski baxt kelganda shukur qilib ham chet elda yozilib kelgan ikkita disk bitdi. Bir-ikki mana bu ham ko'rishingiz mumkin oq rangli disk. Bu Yulduz mana O'zbekistonda yozilgan disklarim men sen bilan qirolichaman. Bu ham Yulduz mana diski Biyojonam Tarona Recordsda yozilgan ekan. Bu ham sariq bolvanka yozilgan CD profil chiqargan. Sen ham asra ko'zman jogina albomi ekan. Bu Nilufar Usmonova Dunyo nomli CD'si ekan. Yana qo'shimcha qilib ketdim audio CD disklarimizni. Shahzodani Sen menga kerak nomli audio CD'siga O'ktam Kamalovning oddiyroq bo'laylik nomli CD'si. Yallan Sabrina obloshkasi yo'q ekan, diski o'zi bor. The Best degan eng yaxshi qo'shiqlar CD'si. Nasiba Abdullaymanning Eslanar audio CD'si. Bu ham obloshkasi bu yoq tarafi yo'q ekan. Hitlar degan 2
audio CD shuni ham qo'shimcha qilib ketay. Farhod M12. Xullas do'stlar, bizda hozircha shu CDlar, yana qolganlari bilan sizlarni sekin-sekin tanishtirib olamiz. Shunaqa narsaga qiziqadiganlar bo'lsa yoki bor bo'lsa, videoni shu yordamlarga tashab qo'yamiz va izohlarda kimda qanaqa o'zbekcha disklar bo'lsa yoki bo'lgan bo'lsa yoki bor bo'lsa yoki kerak bo'lsa bizga yozishinglar mumkin. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.